Ishlab chiqarish sexida yarim tunda ishlashning oqibati ana shunday bo'ladi. Biz nima uchun bu haqda gap boshladik? Chunki hozirgina shifoxonaga ish vaqtida boshini uskunaga urib olgan yoshgina yigit olib kelindi. Bemor boshini tepa sohasida jarohatga shikoyat qilib keldi. Ishxonasida boshini stanokka urib olish natijasida jarohat olgan. Beti 3 santimetrcha ezilib yirtilgan jarohati bor. Jarohat tozalandi, choklab qo'yildi. Tozalab aseptik bog'lam qo'yildi. Endi shu gigiyena qoidalariga e'tibor qilish kerak. Yozib berilgan retseptlarni, dorilarni doimo o'z vaqtida qabul qilib tursalar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Demak, stanokda ishlayotgan vaqtingiz bu holat bo'ldi. Shunaqa stanokda ishlayman. Aytim shu vaqtlar bo'ldi. Urilib yiqildim. Katta rahmat, ular zo'r bo'lsin doim. Endi stanokda ishlayotgan vaqt ehtiyot bo'lasiz-a? Albatta, albatta. Sog'ayib keting. Rahmat katta hammaga. Yarim tunda ishlash katta mas'uliyat talab etadi. Chunki charchoq bo'lishi tabiiy. Uyqu bosgan vaqtida qo'llaringiz, oyoqlaringiz sizga bo'ysunmasligi mumkin. Yaxshisi kechqurun uskunalar yoniga hech qachon yaqinlashmang.